Assalomu alaykum aziz do'stlar. Men bugun bir anchadan beri shu meni jahlimni chiqaradigan, shu O'zbekistonga kelganda doim shuni ko'rib xafa qildiradigan bir narsa to'g'risida gaplashib o'tmoqchiman. Bu bilmayman qayerdan keldi, nimaga xalqimiz bunga ishonadi. Ya'ni doktorlarni vaqatronlaridan yana bitta misol keltirmoqchiman. Ya'ni o'g'il yoki qiz bo'lishga davolash to'g'risida. Bizni o'zimiz shunaqa soddamizki, doktorga borib shikoyat qilyapmiz. Mani masalan o'g'illarim bor, qiz xohlamayman yoki mani ikkita uchta qizim bor, menga o'g'il kerak desa, ayniqsa bu ginekolog va urologlardan keladigan narsa shunga davolash bor ekan. Mana Termizga bordik, ko'rdik, Buxoroga bordik, ko'rdik. Kecha mana Toshkentda ham o'sha viloyatlardan kelib menga aytishyapti. Oka bir necha yildan beri biza shu o'g'il bo'lishga davolanyapmiz va bundan hech qanaqa foyda yo'q. Nimada kelin aytyapti. Mani shu nechta doktor necha yildan beri davolaydi. Bular yaxshi xo'jayinim yaxshi davolanmayapti-da, shuning uchun bizda o'g'il bo'lmayapti. Kim aytdi bu narsani? Palonchi ginekolog, palonchi, pistonchi va shunaqa narsaga davolaydi. Davolagandan keyin rezultat bo'lganmish. O'g'il qiz bo'lishi bu Allohdan. Hech qanaqa unga davolash degan narsa yo'q. Spermatozoidlarni yarmi masalan qiz bola, yarmi o'g'il bola. Bu qaysi biri sizni tuxum hujayrangiz bilan uchrashadi? 50-50. Hech kim uni aytib bera olmaydi. Shunaqa holatlar bor. Faqat qiz tug'ilgan yoki o'g'il tug'ilgan oilalar bor. Buni olimlar kuzatib borishgan, uni ko'pincha o'sha empirik tekshirishlar orqali boshqa hisoblashgan da mumkin ekan, agarda o'g'il bolalarda shunaqa holat borki, Y xromosomalarli masalan spermatozoidlar juda tez harakat qiladigan, kuchli hisoblanadi, lekin o'sha yerda mitoxondrial yetishmovchilik bo'ladigan bo'lsa, bular o'sha ortda qolib ketadi va bo'lish qiyinroq bo'ladi degan bitta men maqola topdim. Boshqa hech qanaqa ilmiy maqola ko'rganim yo'q. Nimaga qiz tug'iladi, nimaga bu o'g'il tug'iladi degan. Даже buni faqat empirik hisoblab chiqishgan, qancha masalan qanaqadir davlatda, qanaqadir joyda necha foiz o'sha o'g'il bola, necha foiz qiz tug'iladi. Urushdan keyin bo'lgan davrlarda yoki o'sha davrlarda ko'rsatilgan faqat statistikasi. Lekin hech qayerda o'g'il bola bo'lishi uchun, qiz bola bo'lishi uchun bitta ilm bilan asoslangan maslahat yo'q. Masalan aytsa, bu endi misol uchun aytyapman, doktorlar ham yaxshi biladi o'zingiz ham. Spermatozoidlarni tezligiga bog'liq deydigan bo'lsangiz, buni tezligi boshqasi mitoxondriyalarga bog'liq. Misol uchun, o'sha mitoxondriyalarni oziqlantiradigan, mitoxondriyalarni kuchaytiradigan dori-darmon bilan misol uchun agar shunaqa bo'ladigan bo'lsa, yordam berish mumkin hisoblanardi, lekin dunyoda unaqa narsa yo'q. Hech qayerda hech qayerda o'g'il qiz bo'lish uchun davolash degan narsa yo'q. Agar sizga ginekologmi, urologmi shunaqa degan bo'lsa, bu чистый shilaqatron, bu mashaynik hisoblanadi. Buni men o'z mas'uliyat bilan aytyapman. Bu mashaynikdan qochish kerak. Hech qayerda unaqa narsa yo'q. Xo'p, nima bor? Dunyoda qabul qilingan yordamchi reproduktiv texnologiyalar orqali agar sizda deydi 3 ta bir xil jinsli farzand bo'ladigan bo'lsa, senga o'sha nimadan ruxsat beriladiki, jins tanlashga. Ba'zi bir davlatlarda agar 2 ta jins bo'ladigan bo'lsa, 2 ta qiz yoki 2 ta o'g'il bo'ladigan bo'lsa, 3-chisiga ham tanlashga ruxsat beriladi. Bizning davlatda hali bu narsa qabul qilinmagan, chunki
shu yordamchi reproduktiv texnologiyalarni masalan o'sha 5-6 yil ishlaganimizdan keyin o'zimiz o'sha men masalan shu assotsiatsiyaning rais sifatida biza yozamiz, bizada mana bunaqa ahvol, shu narsani regulyatsiya qildirib beringlar, qonun bilan, qoida bilan deb chiqamiz va shunga qarab turib keyin qanaqadir qonunlar qabul qilinadi. Endi hozir sizlarga tushuncha uchun aytmoqchiman, qanday qilib yoki o'g'il qiz qilinadi. Demak, bu yerda er-xotin nikohda bo'ladigan bo'lsa, o'sha bir jinsli farzandlari hozir aniq aytsa bo'ladi, 3 ta bolalardan bir jinsli farzandi bo'ladigan bo'lsa, uni hamma yordamchi klinikalarda qilib bera oladi. Sizlarga agarda shu yerda genetik laboratoriyasi bo'ladigan bo'lsa, u molekulyar yoki sitogenetik bo'ladi. Hozir bu eng murakkab holatlardan bittasi, lekin bizada o'sha eng zamonaviy genetik laboratoriyalar bor. Agarda kimdadir qiladigan bo'lsa, klinikasida bizga olib keladigan bo'lsa, biz uni ko'rib, o'sha sitogenetik yoki molekulyar genetik tekshirishlar orqali embrionni tekshirib bera olamiz. Embrion degani nima degani? Sizdan, qizimdan tuxum hujayra olinadi, eridan urug' olinadi, qo'shiladi. Bundan hosil bo'lgan embrion hosil bo'ladi. Shu embrionni bizga 4 ta embrion kerak bo'ladi. Shu 4 ta embrionni tekshirish o'zi maslahat beriladi. Nimaga degan bo'lsa, Mendel qonuni bo'yicha shu 4 ta embriondan bittasi bizga kelgan kerakli bo'lgan jinsni beradi o'zi ko'pincha va shuni orqasidan 4 ta embrionni tekshirish maslahat beriladi va tekshirilganda nimaga qaraladi? Bu ichida hech qanaqa kasallik bormi bu embrion? O'zi sog'lommi? Genetik sog'lom va biz chunki xromosomalarni ko'rib chiqamiz-da. Shuning ichida oxirgi xromosoma, jinsiy xromosoma ham ko'riladi. Bu aytiladi. Embrion hammasi hech qanaqa xromosom kasalliklari yo'q, jinsi o'g'il bola ekan yoki qiz bola ekan deb aytiladi. Bizga kelgan shuni 4 ta o'sha nima ko'rilgan embrionni nimaga ota-onasiga beramiz. Mana ko'ringlar, sizlarda 4 ta embrionni tekshirdik. Mana bu embrionlarning sog'lommi, sog'lom, bu sog'lom, lekin o'sha jinsini o'zi aytilmaydi. Ota-onaning o'ziga beriladi. Bu bir qaysi birini o'tkazish xohlaysizlar desa, u tanlab berganini biz o'tkazishimiz kerak. Qonun qoidasida shunaqa. Endi o'sha Amerikada ham shunaqa yuristlar, advokatlar darrov yo'l topib berishgan. Mana shunaqa holat bo'ladigan bo'lsa, senga ko'rsatgan bo'ladi, XY bo'ladigan bo'lsa, demak o'g'il, 2XY bo'ladigan bo'lsa, senga bergan o'sha protokolini qaraysan deydi, qiz bo'ladi. Demak, shuni o'tkazib bergan desa, bo'ldi, senga o'tkazadi, sen xohlagan jinsing bo'ladi deb aytiladi. Bizda ham xuddi shunaqa holat bo'lish kerak. Hozir shunga qarab ketyapmiz. Xudo xolasa, qonuniy jihatdan o'sha bizda ham o'sha eng nufuzli butun dunyoda qilinadigan, qanaqa davlatlarda qilinadigan ish bo'ladigan bo'lsa, shu narsani qildirib, sizga kerakli bo'lgan jinsni tanlab, o'sha jinsni o'tkazdirib berish mumkin. Endi bu jins tanlashga nimaga, masalan, agar ikkita jinsdan kam bo'ladigan bo'lsa, hech qachon ruxsat berilmaydi. Sababi mana bizda musulmon davlatlarda boshqasida hamma o'g'il xohlaydi, ya'ni bo'l bola bo'lsin, o'g'il bola bo'lsin deb mana bundan juda xabarim bor, boshqa ham bor. Shuning uchun ham qonun bo'yicha mana o'sha 3 tadan agarda o'sha sizda bir jinsli farzand tug'ilgan bo'lsa, shundagina sizga huquq beradi tanlash to'g'risida. Buni otini pred, значит, o'sha PGD deymiz, farzandni embrionni tekshirib, genetik tekshirib, o'tkazish PGD degani o'sha predimplantatsion genetik diagnostika deydi, ya'ni tekshirib o'tkazish degan ma'noni bildiradi. O'ylaymanki, agar sizga kimdir shunaqa pulingizni olish uchun seni o'g'il yoki qizli bo'lishing uchun davolayman deyotgan bo'lsa, buni laqatronligini tushundingiz. Unaqa doktorlardan qochish kerak. Vallahi alam, bugun mana bir yana doktorlarni qilayotgan o'sha noto'g'ri va bizani doktor degan nomimizga dog' tushirayotgan holat to'g'risida gapirib o'tdik. Hammanglarga yaxshi kun tilab qolaman.